Selam bilan Faisal Gamer. Bugungi videomda mana bu Skyblock'da o'ynayman. Ikkinchi qismi. Boshqa qaror qildim. Esinglarda bo'lsalaring, mana shunaqa kuchayuvdik. Tartibmadim, afsuski. Endi buni qilaman. Video qiziq bo'ladi, o'tkazmasdan ko'ringlar. Obuna bo'linglar. Maqsadim ishda bo'lish. Shuning uchun obuna bo'linglar tezroq. Bo'lsa videoni boshladik. Yana men mana voy kechirasizlar. Hozir. Ay qayapti. Men mana unaqa shedram qo'shdim. Esinglarda bo'lsa, mana F5da ham shedram yo'qdi. Bu safar shedr qo'shdim. Ay. Yaxshi. Videoni boshladik. Men maqsadim ishda bo'lish, obuna bo'linglar. Qani. Kaçtır? Satuvchi. Uy, yaramaz. Sen de yok ay. Yaramaz. Bol taş koyulmaz. Hazır. Sizlerge bir nima qilib ko'rsatmoqchiman. Bunu oldiramiz. Turinglar. Yana bo'ldi yomg'irda yo'q qilib yubordim. Chunki yomg'ir menga yoqmaydi. Buni olib turamiz. Bu yoqqa hozir bir nima quraman. Ko'rasizlar. Voltani olamiz. Sindiramiz. La'natim, nima qildim? Bu yoqqa bitta. Bu yoqqa bitta. Cheksiz ikkitadan qilsa bo'ladi. Men zo'rman. Demak, toshlayman. Keyin mana uni videoni to'xtatib qo'yaman. Chunki tashlab kovlaganim qiziq emas. Unday bo'lsa men ketdim. Yani mana bunaqa teshikcha qilib olish shart. Voy, qishloq suriltir. Şimdi bekorga battar bo'l. Shunga loyiq edim. Teshikcha qilib ol. Voy, ana. Qiyinchilik bo'lsa ham shuni qo'yib oldim. Nega unday bo'lib ketaveradi Minecraft? Sizlarga yomon xabarim bor. Agar mana bu yerga taxta qo'ysam, yonib ketyapti. Sizlarga gap aytmoqchiman. Avvalgi buni birinchi qismida mana bu F5 bormidi? Yo'qmi? Buni izohlarda yozinglar. Men hammasini o'qiyman. Yana mana bunaqa shader aniq yo'q edi. Men bilaman. U payt shader o'ynashda qanday qo'shishni bilmasdim. Shuning uchun shader qo'sha olmagan edim. Eng yaxshi shaderim mana shu shader bo'ldi. Boshqa shaderim qo'shganim yo'q. Nimaga unday deyman? 20 ta qo'llasam yetardi. Nima deysizlar? Yetadi. Boshqa nima bo'lardi? Yetadi, albatta yetadi. Mana. Voy, la'nati, toshlar. Yaramaz. Mayli, men videoni to'xtatib qo'yaman, yana kovlab olarman. Mana uni qarang, qancha tosh qoladi. Kamda yana yonib ketdim. Shuning uchun ertalab ham bo'lib qo'ydi. Mana bu yerda to'sib qo'ydim. Yana la'natli lava. Hammasi menga halok qilishni biladi. Boshqa narsani bilmaydi. Endi karta tirishni boshladik. Endi oldin mana bu yaramazlarda mana bunaqa qilamizda. Hammasiga yasaymiz. Berkitib qo'yish kerak. Men ham boshqa narsalarni yarim talabdan qilmoqchi edim. Xavfsizroq bo'ladi. Mana endi qanday jon ketadi? Hech qanday. Mana tartiraman. Kanalga obuna bo'linglar. Meni maqsadim ishda bo'lish.
Yurishda bo'lmoqchiman tezroq. Yana sizlarga qurol do'konini topib oldim videosi juda ham yoqdimi yo yo'qmi? Buni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Men o'qiyman, sizlar boshqa yozmaysizlar. Sal yozasizlar. Faqat bitta, ikkita yozib qo'yasizlar-da. Unaqa bo'lmaydi. Ko'proq yozinglar-da sizlar ham. Meni ham o'qigim keladi. O'qishda ham o'qigim keladi maktabda. Lekin sizlarning kommentlaringga ham. Shuning uchun tezroq izohlarga hamma narsani yozib tashlanglar. Kamida 3 tami, 4 tami yozinglar-da. Bo'ladi-ku. Nimasi bunday? To'g'rimi? To'g'ri. 18 ta. Bo'ladi. Yashab ketaman. Bu juda ham katta arish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Yana bu karta mod emas. Kim karta bilan mod farqiga boradi? Buni ham yozinglar, hammasini yozinglar. Mana. Yana qo'yib yubordim. Ha, shurda ekan. Bu yerga bitta blok ham qo'ysak bo'ladi. Anchagina katta orda nazarimda. Quyoshlar qanaqa xavfsiz. Yana mana arilar uyimizni tashlaymiz. Sak bo'lmaydi, bu nima qiladi bu? Nima qo'yaveradi bizmay. Bizga zarar tegmaydi. Qanday zarar tegmaydi? Zarar tegishi aniq. Daraxtim ham o'smayapti. Nima qilaman? Yana tosh qo'yaman. Yana qaytartiraman. Shunaqa yashab ketamiz-da. Biz bir ko'rishimiz kerak. Hamma bo'lsa tosh qo'yishga olgan. La'natda. Shuncha o'sudi. Kecham chiqib qaranglar qancha kovladim. Bu telefonni bosgancha barmoqlarim ham og'rib ketdi. Shunga yarasha anchagina mana bunaqalar ham bo'ladi-ku. Olmashdi. Yetadi. Sedirban yaxshi ekan, chiroyligina. Men faqat shu shader to'g'riman. Qo'shilgan kartalarga-da albatta. Shader qo'shilmaydigan kartalar ham bor. Bilsalaringiz. Mana sizlarda nimaga chenlayman ekan? Obunachilarim sizlarga axir. To'g'rimi? To'g'ri. Anchagina kattarda boyagidan ko'ra. Mana 100 kun yashayman degandim, 100 kun yashayman-da. Bugun 3-chi kunim. Adashmayapman. Sanab boryapman. Ertalab chiqsa 4-chi kun bo'ladi. Hisoblab borish kerak. Biz adashib ketamiz. Ko'p narsa qilish kerak. Axir bu Sky blok-ku. To'g'rimi? Qaranglar, qalqonni chiroylimi? Mana hozir ko'rsataman. Hop, mana shu. Ko'rgalaring to'g'rimi? Juda ham ko'p to'g'rimi deyapman. Menga ham sizlarga ham yoqmayotgan bo'lsa kerak. Menga yoqmaydi. Sizlar chiroyliligini qaranglar. Samur yo'qotib qana qilaman. Yo'q-chi. Uy qurishni boshladik. Hech bo'lmasa uyda yashaylik. Mana bunaqa yomg'irda yashagandan ko'ra. Endi kirkamsin. Shuski erkamdan aylandim.
lekin bir stop. Endi barmoqlarim o'rganib ketdi. Hozirchalik mana shunaqa kichkina o'yin bo'laveradi. Yashaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Bo'ladi. Faqat toshdan bo'lib qolgan yomon bo'libdi. To'g'rilayman. Ikkita taxta kirib la'natdi. Hoppa, hop. Bo'ladi. Endi daraxtlarni olamiz, buni qo'yaman. Şuradan motor koşmam kılmadı. Buradan olamaz. Bu daraxtga qoldi. Endi o'sishini ko'ramiz. Yani uyda to'xtatib turishga majburman. Ana yo'qdan nima borligini qiziqyapman. Amayli. Ikkita daraxt. Mana u daraxtning o'sibdi. Voy, yetmaganiga mana bu ham o'sibdi. Bu o'sibdi. Mana aman asabiyati yo'qdi. Jahlim chiqaryapti bular. Tushib ketmaydimi? Judayam kerak. Ayniqsa mana shunaqa sky bloklarda, ona bloklarda, like bloklarda. Hop, tushib ketmaymanmi? Hoppa. Shunchaki 7 ta qalbimlarmi ya? Bilgancha bo'lmas. Bizim kalp şart. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi arilarda ayriladigan bo'ldik chog'i. O'zlar qochmadi-da. Adabini berish kerak. Hey, la'natlar. Daraxtlardan chopib oldim, o'rniga yana ekib qo'ydim. Olmam, shtiu. Hop, 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 hoppa. Hoppa, mana, yana bu yerdan ham qilamiz. Hoppa. Aytaymi, bugun maqsadimiz nima edi? Uy qurish va bu uy tayyor. Video tugadi va buni 3-qismi tez kunlarda chiqib qoladi. Hammaga xayr. Mening videom tugadi. Men maqsadim 100 ta bo'lish uchun kanalga obuna bo'linglar. Men tezroq 100 ta bo'lmoqchiman. Shuning uchun obuna bo'linglar. Hammaga xayr. Video esa tugadi.